To'xtang. Bitta idorada yo'q deyishsa, bu hamma joyda shunaqa degani emas. Ko'p kuzataman, odamning boshiga ish tushadi. Ichki ishlarga boradi, tergovchi ayblaydi yoki ishini yopadi. Pasport stoli, soliq, bojxona yoki boshqa joyga boradi. Og'zaki yoki yozma rad javobini oladi. Sud esa talabingizni qondirmaydi. Shunda ular nima qiladi? Baribir o'xshamas ekan, bo'ldi deb qo'l siltab uyga ketadi. Tabriklayman. Tamom, siz taslim bo'ldingiz. To'g'risini aytsam, advokatlik faoliyatimda o'zim ham shu masalada bir necha bor adashganman. Mijozimga qarab, aka, bu ishdan foyda yo'q, rad javobini olib bo'ldik. Bo'lmaydi degan paytlarim bo'lgan. Lekin o'sha mijozim yo'q deganimga qaramay, yuqoriroq instansiyalarga o'zi chiqqan va yutib chiqqan. O'shanda tushunganman, hech qachon bu ish bo'lmaydi deb xulosa chiqarishga shoshilish kerak emas ekan. Yuqori davlat tashkilotlari va sudlar quyi tashkilotlarning xatosini to'g'rilash uchun ishlaydi. Quyi tashkilotlardagi xodimlar, tergovchilar, inspektorlar yoki sudyalar ham inson. Ular ham adashishi, charchashi yoki ishiga sovuqqonlik bilan qarashi mumkin. Inson omili degan narsa bor. Quyi tashkilotda rad etishdimi, demak ishingizni yuqoriroq olib chiqish kerak. Qo'rqmang, yuqoriga chiqish bu janjal emas, bu qonuniy haqqingizni talab qilish demakdir. Hozir rad javobini oldim-ku deb qo'l siltab yurgan ishingiz aslida yutadigan ish bo'lishi mumkin. Taslim bo'lmang, haq bo'lsangiz o'z haqqingizni qonuniy tartibda talab qilishni o'rganing.